fx funksiyani shu kesma oralig'ida o'sish oralig'ini toping deyapti. O'sish degani mana biz kundan kunga matematikani o'qib mana bunday bo'lib ko'tarilib ketyapmiz, to'g'rimi? Hammamiz, Xudoga shukr. Ko'tarilib ketyapmiz. Ana shuni o'sish deydi. O'sish deydi. Endi o'sish jarayonlarimizni ham biz qatlardadir pasayib ketyapmiz. Mana. Hozir operatsiyani samdayroq qilaylik-da. Metga chiqdik-a? Mana o'sib chiqdik. Endi bunday bo'lyapti. Nima bo'lyapti endi? Ha? Yutish uchun yutqizyapmiz. Va o'zimizga kelib yana kelyapmiz. Yana yutqizganday bo'lib yana ko'tarilyapmiz. Yana yutqizganday bo'lib keyin yana ko'tarilishni boshlayapmiz. Keyin to'g'ri bir tekisga yetib turib, keyin yana nima deysiz? Tradingga o'xshaydi. Qayerdadir o'sib, qayerdadir kamayib ketyapmiz. Ana shu qatori hozir biz chizgan funksiyamiz murakkab funksiya hisoblanadi. Yoki mana parabola bor. Ko'pchilikka ma'lum parabola deyiladi shu. Siz bilgan mashhur ax kvadrat plus bx plus c tenglamaning funksiyasi. Teng 0 bo'lsa faqatki metda kesib o'tganligi haqidagi masala xolos. Agar y teng ax kvadrat plus bx plus c bo'ladigan bo'lsa, u keng ma'noda o'sish kamayishi bor, y ni kesib o'tishi bor, x kesib o'tishi bor, simmetriya o'qi bor, uni uchi bor, eng katta qiymati, eng kichkina qiymati, xullas shunga o'xshagan narsalari bor. Bu ham funksiya nima bo'lyapti? Bu ham de tortadigan bo'lsak, simmetriya o'qini funksiya borgan sari metgacha kelguncha bu funksiya nima bo'lyapti? O'syapti. Endi metga kelib bo'lgandan keyin funksiya borgan sari x ni qiymati ortgan sari buni qiymati y ni qiymati pasayib ketyapti. Y ga nisbatan. O'sha haqida gaplashar ekanmiz. Shu kesma oralig'ida o'sish oralig'ini toping debdi. -3 bir oralig'ini topib olamiz hozir. -3 degani mana. Mana shu -3. Endi bir oralig'i mana. Mana. Shu oralig'ida o'sishini toping deyapti. O'sishi mana yerdan boshlangan. Mana shu yerdan boshlangan. -1 dan o'sishni boshlaganda mana shu yergacha o'sgan, 1 gacha. Javobga olib qo'yamiz -1 dan 1 oralig'igacha funksiya o'sgan. O'sish oralig'ini toping deyapti. Mana -2, -2 6 oralig'ida, mana 6. Endi bunda ko'p ekan o'sishlar. Mana. Hozir ko'rsatib beraman. Mana shu yerda o'sishni boshlab metgacha o'sibdi. Keyin keyin kamayibdi. Keyin metdan boshlab yana o'sishni boshlabdi. Mana shu yerdan boshlab o'sishni boshlabdi. Mana shu yergacha kelibdi. Demak 4 dan 6 gacha o'syapti. Bag'i x ga nisbatan olasizlar oralig'ida. -2 dan 0 gacha funksiya nima bo'lyapti? O'syapti. Yana bitta oxirgi marta mayli. Kamayish oralig'ini toping. -2 2 oralig'ida. -2 ni chizib olaman. Bu yerda -2 2 oralig'i mana. Qayerda kamayyapti? -2 2 oralig'ida kamayyapti. Bu yerda umuman kamaygani yo'q. -2 dan boshlab o'sishni boshladi, o'zi 2 gacha o'sib ketyapti. Nuqul o'syapti bu. O'sish kamayish degani 5 ta o'sishini so'rabdi. 6 ni o'qiyordimmi? Uzr. T
payda ekan grafigi. Xo'p, buni o'sish oralig'ini toping debdi. Oralig'i nima dedi? O'zi esimdan chiqarib. -3 -5. Ana ular siljiydi demak. -3 mana. Ozod pedamdan chaqirishadi chetda bo'lsa. Ha, -3. -3'u 5. Nimasini topishim kerak? O'sish oralig'i. Albatta kamayibdi. Bu yerda o'sishni boshlabdi. -2 dan o'sishni boshlabdi. 2 gacha o'sibdi. Keyin bu yerda 4 gacha kamayib turib, 4 dan o'sishni boshlabdi. Bu nechidi bu? 5 gacha o'sibdi. Tushundingizmi? Bu kamayyapti. Bu o'syapti. Bag'i kamayyapti. Metrgacha kamaygan. Bag'i o'sgan. Shunaqa gaplar. 6-si kamayish oralig'ini toping deyapti. Mana -2. Mana 2. Kamayish oralig'i azizlar. Kamayyapti. Mana shu yergacha kamayyapti. Endi buni qiymatini topish uchun mana unga, mana uni qo'shib 2 ga bo'lsa men chiqadi. -1 ga 2 ni qo'shsa 1, 1 ga 2 bo'lsa 1/2. Endi ma'lum bo'lyapti, -2 dan 1/2 gacha funksiya kamayyapti. Grafikga qarab shunaqa qilib aniqlaymiz. 44-bet shunday. Bitta ham o'zini eshitsa, endi funksiyani o'sish oralig'ini toping deyapti. Bo'ldi. Hosilaga bog'liqlik joyini ko'ramiz. Hosilaga bog'liqlik. Bugungi o'rganadigan qoidalarimizdan bittasi hosila olib funksiyani 0 dan katta qilib qo'ysa, o'sish oralig'i hosil bo'ladi. Funksiyadan hosila olib turib 0 dan kichik qilib qo'ysa, kamayish oralig'i kelib chiqadi. Hop, mana funksiya. Grafik jihatdan yondashamiz. Grafikni chizaylik. Bu x o'qidi, bu y yo'q. Grafikni chizsam ne bo'ladi? Shunday bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, bu x qiymati baqa yurgan sari ortadi. Ortgan sari y ning qiymati tushib ketyapti. Tushish degani mana unga nisbatan olinyapti. Oshish degani mana unga nisbatan x oshyapti. Oshgan sari tushyapti. Demak, bu yerda kamayuvchi bo'lyapti. Minus cheksizlikdan 0 gacha funksiya kamayuvchi bo'lyapti. Endi mana x yana ortib ketyapti bu yerda. Y ham borgan sari tepaga ko'tarilib ketyapti. X qiymati ortganda y ning qiymati ham ortishni boshlasa, bu yerda o'sadi. 0 dan cheksizlikgacha funksiya o'sadi degan xulosa kelyapti bu grafikka nisbatan. Mana ikkita qoida grafiklarsiz to'g'ridan to'g'ri chiqarib beradi. Hosil olib 0 dan katta qilib qo'ysa o'sish oralig'i 6x katta 0. Tengsizlashtirish x katta 0 bo'ladi. Aslida x katta 0 da o'sadi degan xulosaga kelinyapti grafik bo'yicha. Yoki bo'lsa mana uni ishlaymiz. 0 dan katta qilish uchun 2x + 3 taqsim x + 1 hosil olib 0 dan katta qilamiz. 0 dan katta qilish jarayonida suratdan hosilasi 2 mahrajni ko'paytiramiz. Ayrilgan suratni o'zi mahrajni hosilasi. Kasr chizig'i x + 3 1 kvadrati. Bu qoidaga qo'ydim. Suratni soddalashtirsam 2x + 2 minus x minus x yo'q ketadi.
minus 1 taqsim pastga yoyilmas. minus 1 taqsim shumi? Hech qanday x bunaqa qiymati yo'q. Bo'sh to'plam bo'lar ekan. Endi shuni grafikiga qaraymiz. Hosilni noldan katta qilganimizda bo'sh to'plam chiqdi. Yani minus 1 taqsim x plus 1 da qavs kvadrat chiqdi. Minus 1 da har qanday nisbat songa bo'lganda noldan katta son chiqmaydi. Shuning uchun bo'sh to'plam oling. Endi buni grafik bo'yicha tekshirib ketamiz. Funksiya o'smaydi deyapti. Rostdan tekshirib ko'ramiz. Minus cheksizlikdan tekshirishni boshlaymiz. Sonda qiymati o'syapti. Y da qiymati borgan sari nima bo'lyapti? Keskin metodlarda sekin asta kamayyapti. Mana bu yoqqa yurgan sari, o'ng tomonga yurgan sari sekin kamayyapti. Metoddan boshlab keskin kamayishni boshlatdi. Keyin mana bu minus 1,5 mi minutga kelganda minus 1,5 ga kelganda keyin yana kalla tashlaverdi mana. X qiymati ortyaptimi yerda mana? Mana yerda. Mana shu oralig'ida. Mana deb tushuntirsam keyin sizlarga. Mana metoddan turib, metodgacha funksiya o'z x qiymati ortyapti. Ko'ryapsizlarmi? Y da qiymati shatda kamayyapti mana. Borgan sari ko'rdingizmi? Kamayib ketyapti. Demak, ma'lum bo'lyaptiki, minus cheksizlikdan minus 1 gacha ham funksiya nima bo'lib ketyapti borgan sari? Kamayyapti. Mana. Kelib turib kalla tashlayapti. Metodgacha sekin kalla tashlatdi va kalla tashlayapti. Endi mana oralig'ida tekshiradigan bo'lsak. Tepadan kelyapti, tepadan kelib borgan sari x qiymati metda ortyapti mana. Qani x qiymati? Mana shu oralig'ida, ko'rsatib turgan oralig'ida x qiymati baqa yurgan sari nima bo'lyapti? Ortyapti. Mana baqa yurgan sari x qiymati ortyapti. O'ng tomonga yurgan sari funksiya nima bo'lyapti? Borgan sari kamayyapti. Bu funksiya tug'iliboq pasayishni boshlabdi, o'lguncha pasayibdi bu. Rivojlanish o'rgatmadi. Shuni grafik ham ko'rsatib turibdi, funksiya o'smagan umuman. Ko'ryapsizlarmi? Ammo o'sha teparoqda tug'ilgan ekan bu. O teparoqda tug'ilishni boshlagan ekan, tug'iliboq pasayishni boshlabdi. Mana. Ular shunaqa. Mana. Bu ikkalasi birlashib ketami degan savol bor. Mana birlar birlashmaydi mana. Ko'rdinglarmi? Birlashganga o'xshaveradi. Mana tomonlarda ham mana de yursa mana qizil bilan ko'k birlashib ketgan, lekin buni cheksiz yaqinlashtirsa orasida ochiqlik. Shunaqangi daraja ochiqlikki ko'ryapsizlarmi? Bemalol betga butun dunyoni savorsa ham bo'laveradi. Lekin ko'zimizga juda ham yaqinlashganga, balki bir ma'noda ustun bo'lib ketganga ham o'xshab ko'rinishi mumkin. Istalgan joyi shunaqa. Istalgan joyiga borib turib, misol uchun mana yerda 38 380 necha o'qilar shu? 384 minglarda ham mana bir xilga o'xshayapti, lekin borgan sari 384 minglardan yaqinlashtirsangiz, bilib ketib kerak. Ana. Shunaqangi katta joyki bu bunday ketaveradi. Umuman yaqinlashib. Shunaqa gaplar. Shuning uchun uncha narsaga bu dunyoda siqilib, netib yurmaylar. Yaxshi bo'lib ketamiz. Funksiyani kamayish oralig'ini toping debdi. Menimcha bu funksiyalarda anglash ozgina qiyin bo'lyapti. Mana kamayish oralig'ini topish uchun hosil olib 0 dan nima qilaman? Kichik qilib ishlab qo'yaman kamayish oraliq. Suratdan hosil olsam 1, mahrajni o'zini ko'paytiraman. Keyin minus suratni o'zi mahrajni hosilasi. Mahrajni hosilasi 2x taqsim 2x taqsim 1 taqsim 2 bo'lib turib, izosi x kvadrat minus 2 bo'lib qolar ekan. Buni ishlasalaring tushunib olasizlar. Buni kvadrati x kvadrat minus 2 holatiga keladi. Shuni manfiy qilib ishlab qo'yishimiz kerak. Manfiy qilib ishlash uchun qanday amallarni bajarishimiz kerak? Bu mahraj berib olamiz. Buni bunga ko'paytirsam 2 qisqarib ketib
x kvadrat minus 2 minus 2lar qisqarib ketdi. X kvadrat plus x holati mahrajda, keyin x kvadrat minus 2, keyin izosida x kvadrat minus 2 holati keldi. X kvadratlar qisqarib ketib, x minus 2 taqsim x kvadrat minus 2, keyin ildizda x kvadrat minus 2 katta 0 holatga keldi. Shu bo'yicha xulosa. Soni o'qib chizamiz. Mana 0 ga teng deyman 2. Mana 0 ga teng deyman plus minus ildizda 2. Bu ham. Mana shunday. Hop. Plus minus plus minus. Minusli oralig'ida olishim kerak. Endi aniqlanish sohasi ham doim musbat son tashlab ketyapman-da. Buni aniqlanish sohasini olib qo'ysam, bu tomondan bu tomon, bu tomondan bu tomon o'rinli bo'ladi. Endi javob olib qo'ysak, minus cheksizlikdan ildizda 2 gacha, keyin ildizda 2 dan 2 gacha bo'lib javob olinadi. Adashib ketmadimi? Ozodbek adashilmadi. Mana shu javob. O'sish oralig'ini toping deyapti. O'sish maytdan boshlangan. Mana. O'sish boshlangan 0 dan minus 3 gacha. O'sish oralig'i deyapti. Qayerda o'sgan? Metda o'sgan, metgacha o'sgan, keyin betdan vaqacha o'sgan. Mana o'sish orali. Minus 2 dan minus 1 gacha, keyin 2 dan mana 4 gacha deydi. O'z cheksizlikgacha 4 gacha bo'ladi. Bo'ldi. 49-betgacha ko'rib qo'yasizlar. Oslar mexanik ma'nosi